ayirdik hech qachon davronlar. Istiqlolim berdi bizga ilm uchun imkonlar, ma'naviyat ma'rifatni ardoqlovchi xushollar. Xush kelibsiz ey aziz o'qituvchi-yu mehmonlar. Assalomu alaykum aziz ustozlar, qadrli mehmonlar va qalbi quvonchga to'la o'quvchi yoshlar. Mana bugun 4-sinf o'quvchilarimiz kelajagimiz poydevorlari boshlang'ich ta'limni tugatadilar. Yurtimizda bayramlar ko'p, to'ylar ko'p. Yaxshi niyat, orzu, havas, o'ylar ko'p. Har bir dami misli oltin bebaho. Bitiruv kechamizga qani marhabo. Ijozatingiz bilan hozir davramizga tantanamiz sababchisi bo'lmish o'quvchilarimizni taklif qilamiz. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashay
Gavhar opaga. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Mana bugun 50-maktabimizdagi xayr birinchi ustozim tadbiriga xush kelibsizlar. Hurmatli aziz, qadrli o'g'illarim, qizlarim. Sizlarni mana shu bugungi xayr birinchi ustozim tadbiri bilan, ya'ni bugun boshlang'ich sinflarni, ya'ni 4-sinfni bitirayotganingiz bilan sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Kelajakda baxtli ota-onasiga, eliga, xalqiga, ustozlarga rahmat keltiradigan farzandlar bo'lib yetishingizga men ishonch bildiraman. Siz yangi O'zbekistonimizning kelajagisiz, faxrisiz. Demak, shu sizlardan mana prezidentimiz ham katta bir nima kutib turibdi. Ustozlaringiz katta bir natijalarni kutib turibdi. Hali siz bu bilan o'qish tugadi emas. Demak, siz endi yuqori, ya'ni 5-sinfga qadam qo'yasiz. Xohlaganlaringiz, o'zingiz qiziqishlaringizga qarab ixtisoslangan maktab, prezident maktablariga hujjat topshirib kirishlaringiz mumkin. Jasorat maktabi ana shu yo'nalishingiz bo'yicha topshirib kiraman degan o'quvchilar bo'lsa, sizlarga mana shu o'qishlaringizda, shu xohla prezident maktablariga kirib o'qishlaringizda omad tilab qolaman. Mana bugun hammangizni onalaringiz yuzlariga qarasangiz, mana quvonch bilan sizlarni bir faxrlanib, mening o'g'lim, mening qizim deb mana bir katta bir hayajon bilan sizlarni kuzatib turibdi. Mana shu sizlarning ham yuzlaringizdagi mana shunday quvonch hech qachon so'nmasin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Kelajakda shunday baxtli inson, O'zbekistonning eng baxtli insonlari, o'g'illari, qizlari bo'lib yetishingizlar. Yana bir bor mana shu bayramingiz bilan sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Bayramingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum qalbi daryo, mehri ziyo ustozlar, qadrli mehmonlar. Bizning bugungi kichik qadamlar katta orzular sari yetaklaydi deb nomlangan tadbirimizga xush kelibsiz. O'quv yili davomida bizga ta'lim bergan ustozlarimizga samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Bugungi bayramimizga tashrif buyurganingiz uchun katta rahmat. Good morning, dear guests and teachers, parents. Welcome to our graduation party. Today we would like to thank you all teachers. Davramizning guli o'zingiz, sayroq sho'x bulbul so'zingiz, charaqlagan oysiz ham quyosh, olqishlaydi sizni keksa yosh. Mana bugun o'quvchilarimiz sizlarga tayyorlagan bayram dasturini namoyish qilishga shay turishibdi. Marhamat, ko'ring, zavq oling. O'quvchilarimiz ijrosida Dance Monkey raqsi. They say, oh my gosh, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. Now I'm back to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And on my I like your style. You make me wanna cry. And now I'm back to see you dance just one more time.
bo'lganda har qaysi inson ko'nglida hurmat, yuksak ehtirom va cheksiz minnatdorlik tuyg'ulari, shu bilan birga hech qanday boylik bilan o'lchab va ado qilib bo'lmaydigan qarzdorlik hissi paydo bo'ladi. Shunday ekan, ustoz otangdek ulug' deb bejiz aytishmagan. Endi navbat ustoz haqidagi she'rlarga. Bilinadi endi menga goh olis maktabimning o'sha behasham Navoiy-ku bizga ustozdir, biroq kimdir o'qitgan-ku Navoiyni ham, shunday ulug' zotki harf o'qitgan kim? Tuproqdek hokizor bezovta jonlar, ammo qanotda tog'dek ulug'vor, hatto Temurdayin sohib Qur'onlar, Pirim deb atagin tutgan zotlar bor. Qaysar Jahongirga yo'l ko'rsatgan kim? Oddiy muallim. Yo'qdan berunilar binolar etgan, Mashrabni mashhuri dunyolar etgan, Husaynni Ibn Sinolar etgan, ilon o'ynatgandek so'z o'ynatgan kim? Oddiy muallimda oddiy muallim. Ammo hayotning nistanchiqlaridan qoqinsa, ko'targan qo'ltiqlardan Otabek kuyungan g'ussaga bossa, boladek quvongan yutuqlaridan uyquda shogirdin o'ylab yotgan kim? Ulfat ko'pu ammo bir do'sti hamroh, halim topolmadim undan halimroq, qancha ustoz ko'rdim, qancha oliygoh, olim topolmadim undan olimroq, bola yuragimda bebaho tilsim, oddiy muallimda oddiy muallim. Yuzga kiraman men Xudo xohlasa, 100 yildan keyin bir mo'min o'rtog'im, ko'zlarimni yopsa jag'im bog'lasa, faqat bir insondan bo'ladi qarzim. Navbat o'quvchi qizlarimiz ijrosida Qizboshida tangalar raqsiga. Boshidan tangalar sochiladi shovullab, yor aytsa yangalar yurak yondi lovullab. Qiz boshidan tangalar sochiladi shovullab, yor aytsa yangalar yurak yondi lovullab. Oy to'lin bo'lganicha, tor kelin bo'lganicha, yuragimdan ayrildim, gul ko'nglim sulganicha. Yuragimdan ayrildim, ey gul ko'nglim sulganicha.
insoniyat yaratilibdiki, hayot haqida, hayot beshigi ona haqida eng aziz, eng jozibali so'z aytgisi keladi. Vaholanki, so'zning ham, hayotning ham, turmush zavqi, sururi ham onadan boshlanadi. Shunday ekan, bu rangin olam, bu serjilo dunyo ona tufayli go'zal, mazmundor va maftunkordir. Hozir navbat o'g'il qizlarimiz tomonidan onani ta'riflashga. Bilan har kishining ishi o'ngdir. So'zlaringiz oltinlarga qadar tengdir. Mening uchun jon kuydirgan otajonim, duo go'yim, panohkorim onajonim. qilaman qalbingizga yetolmayin shirin so'zim sizga tuhfa etayin yo'llarimda intizorim otajonim nuratgorim beg'uborim onajonim. Qor shu ko'zim sizga o'xshar otamdirsiz, dilimdagi ilk so'rog'im onamdirsiz. Sizlar mening eng mo'tabar otamdirsiz, mehribonim onajonim xursavonim. Mehr bergan beminnatimsiz, ilik ko'rgan muhabbatimsiz, zamin ichra chin jannatimsiz, yaxshiyamsiz, borsiz onajon. Ona bar hayotda yashash boshqacha, ko'rsa ham hatto 90-100 yoshgacha. Ona bar hayotda yashash boshqacha. Onamiz ishlaydi bizlarni o'ylab, tuni kun Xudodan baxtimiz so'rab, onasi yo'qlar to'ymaydi yig'lab. Ona bar hayotda yashash boshqacha. Duo go'yim uyimning fayzi, o'tgan kunim umrimning fayzi. Omadimni tilaganimsiz, boshginamni silaganimsiz, omonlikni so'raganimsiz, yaxshiyamsiz borsiz onajon. Tengingiz yo'q dunyoda, umringiz bo'lsin ziyoda, shoyik bo'ling baxtimga, qalbi osmon onajonim. Davramiz senla go'zal, kelayla xurram do'stim. Doirangni chal, mana bugun bayram do'stim. Davramiz senla go'zal, kelayla xurram do'stim. Doirangni chal, mana bugun bayram do'stim. Dunyo hayron bo'ylasin, havas qilib to'ymasin. Dunyo hayron bo'ylasin, havas qilib to'ymasin. Bizga jo'r bo'lib o'ynasin, bizga jo'r bo'lib o'ynasin. Doirangni chal, mana bugun bayram do'stim. Doirangni chal, yayra bugun bayram do'stim. Davramiz senla go'zal, kelayla xurram do'stim.
bugün bayram dostum. Davramiz senla güzel, kelayla xurram dostum. Doirangni chal, mana bugün bayram dostum. Mana bugün bayram dostum. Mana bugün bayram dostum. Ay ayra bugün bayram dostum. Tinglashga ulgurmay qalbin sasini, anglaydi o'zgalar dil nolasini. Ba'zan erkalolmay o'z bolasini, bizlarga baxsh etgan bahor u yozin. Baxtimga bor bo'ling aziz ustozim. O'quvchi qizlarimiz ijrosida Xorazmcha raqs. Hey aman ey aman, dad destinden dad halın yaman. Bitte gelemen dep, bay boy tez kaytaman dep gitmedin ku. Küte küte gözlerim, 4 emez 14 buldu ku. Vay aman ey aman. Dendirep kalgaysan, sen iple kalgaysan. Dendirep kalgaysan ey, sen iple kalgaysan. Tağdan açı öye geldin, nerede kaldın sen? Nerede yürüyüpsen? Ey tağdan açı öye gelmin, savukta kalgaysan ey, kaltırap kalgaysan. Dendirep kalgaysan ey, sen iple kalgaysan. Mehirsiz yüreğini otlara salgaysan ey, işkında yangaysan. Dendirep kalgaysan ey, sen iple kalgaysan. Tağdan açı öye gelmin, nerede kaldın sen ey, yamgırda kalgaysan. Kalgaysan. Qadim zamonda bir bog'bon bo'lgan ekan. U doimo daraxt ko'chatlarini ekib, yangi bog' bo'stonlar yaratar ekan.
Kunlarning birida uning yoniga bir kishi kelib debdi: "Yoshingiz anchaga borib qolibdi. Bu nihollar qachon hosil beradi-yu, ularning mevalaridan qachon bahramand bo'lasiz?" Shunda Mo'ysafid degan ekan: "Men ko'chatlarimni faqat o'zim uchun ekkanim yo'q. Ularning mevasini barcha birdek baham ko'rsin. Men uchun muhimi o'stirgan daraxtning keyingi avlodlarga naf keltirishi, foyda berishidir" debdi. Ustozlarimiz ham xuddi bog' va chamanzorlar bunyod etuvchi beminnat bog'bonlarga o'xshashadi. Yana navbat ustozlar haqidagi she'rlarga. Ma'rifat bilan yorug'dir yurgan yo'llar, zahmat yetkazolmas qirovsiz dollar. Buyuk bobomizning o'zlari qollar. Sizga ming tashakkur aziz ustozim. Mansab so'ramaydi, ta'lim bersa ham har inson doimo ularga havas. Tonglari uxlamaydi, o'zini o'ylamas. Bu mening ustozim, ustoz muallim. Yo'limizni topdik ustoz hissadosh, halovatdan kechib yashadingiz siz. Biz shu bola edik, Allohdan yiroq, biz bergan zahmatlar sizga ham yiroq. O'zini o'ylamay o'zgani degan, hammaga birday berguvchi ta'lim, dunyoda eng ulug' mo'tabar inson bu mening ustozim, ustoz muallim. Siz bergan o'gitlar bayon kabi. Yo'limni yoritdi, ming rahmat sizga. Poydevor, mustahkam, kelajak orqan, adashmay yashashni o'rgatdi bizga. Bugun ustoz sizga ming rahmat, hayotga yo'llanma olgandim sizga. Sizga shogird bo'lish bizga katta baxt, ustoz oshing deymiz ertaga yuzlar. Qalbi quyosh mehri daryo, siz dilda yo'qdir zarracha g'ubor. Barchamizga beruvchi ta'lim, bu mening ustozim, ustoz muallim. Altungul raqsiga navbatni beramiz. Ko'zi qarg'a ko'zi bitta o'zi, men senga bir muttala devana devana. Shakar labing bir davo, devana devana. Altın gülü 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 gülü, altın gülü 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 gülü. Şori dil sanam sanam sanam, tukre tukre, zarra zarra, çupke çupke. तो मेरे आशिक जान 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 चल के हो चल चले सपने जो 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 altın gülüm kasında uzun gülüm başkasına karama söylenin uzun gülüm. Altın gülü 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 gülü, altın gülü 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 gülü. Şori dil sanam sanam sanam, tukre tukre, zarra zarra, çupke çupke. मैं तुमसे प्यार दीवाना है दीवाना है दीवाना है आशिक तो मेरा प्यार है प्यार है प्यार है altın gülü 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 altın gülü 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 şori dil sanam 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 tukre tukre zarra zarra çupke çupke altın gülü 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 altın gülü 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 şori dil sanam 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 tukre tukre
रे जरा जरा चुपके चुपके मैं मस्ताना Sizgadir yurakda asragan so'zim, to mangu ta'zimda turaman o'zim. Dilimning tubida yangragan so'zim, ezgulik yo'lida tolmang ustozim. Navbat Namanganning olmasi raqsiga. Dunyo kezib go'zal yurtlar ko'rdim. Jannat monand o'lkalarda hayron yurdim, ammo sendek yuragimga aziz bo'lgan biror yurtni topolmadim ona yurtim. Demak, navbat vatan haqidagi she'rlarga. Men nechun sevaman O'zbekistonni tuprog'in ko'zimga aylab totyo. Nechun vatan deya yer osmonni qalbos. Aslida dunyoda tanho nima bor? Paxta o'smaydi o'zga elda yoki quyoshimmi sevgimga sabab, axir quyoshi-ku butun Osiyo. Men nechun sevaman O'zbekistonni, bog'larin jannat deb ko'z-ko'z otaman. Nechun ardoqlarkan tuprog'ini men, o'paman tuprog'ing bebaho vatan. Aslida tuproqni odil tabiat taqsim aylagan-ku yer yuziga teng. Nechun bu tuproq deb yig'ladi furqat? O, qashqa tuproq, qashshaqmiding sen? Men nechun sevaman O'zbekistonni, sababin aytgin desalar menga, shoirona go'zal so'zlardan oldin men ta'zim qilaman ona xalqimga.
Xalqim tarix hukumi sen agarda mangu muzliklarga elitgan bo'lsaydi, qorliklarni makon etgan bo'lsayding, mehrim bermasmidim o'sha muzlarga. Vatanlar mayli gullasin, bog'in so'm mangulik muzdan ham. Dunyo seni faqat boyliklaring uchun sevgan inson bo'lsa kechirma aslo. O'g'il qizlar ijrosida raqs. Ko'rmay bu dunyo turguncha turing. Ming yillik mehnatlar huzurin ko'ring. Shogirdlar baxtidan shod masrur yuring. Ezgulik yo'lida tolmang ustozim. Hayot yo'llarimda dildosh deb bildim. Yo'limni yoritgan quyosh deb bildim. Tole yo'llarida yo'ldosh deb bildim. Ezgulik yo'lida tolmang ustozim. O'g'il qizlar ijrosidagi raqs.
So'zni bitiruvchilarimiz sinf rahbari Mo'minova Xurshida opaga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, buvijonlar. Mana bugun farzandlaringizning boshlang'ich ta'limni tugatayotgani munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbirimizga xush kelibsizlar. Bundan 4 yil oldin quchog'imga kelgan palaponlarim bugun qanot chiqarib uchishga shay bo'ldilar. Men bularga yuksak parvozlar tilayman. Har doim baland cho'qqilarni egallasin, bularga hamma havas ila qarasin. Kelajakda bu o'quvchilarim, o'g'illarim, qizlarim yurtimizga naf tegadigan farzandlar bo'lsin. Ota-onasini nimaki orzu niyatlari bo'lsa, barchasi ijobat bo'lishini Allohdan so'rab qolaman. O'quvchilarimga har doimgidek oldingi qatorlarda yurishni tilab qolaman. Sog' bo'lsinlar, kelgusi o'qishlarida omadlar tilayman. Barcha orzu qilgan niyatlariga yetib ursin. Ota-onalar, sizlarga yana bir bora rahmat, tashrif buyurganingiz uchun, vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun. Shu farzandlaringizdan nimaki orzu qilib o'tirgan bo'lsangiz, barchasi ushalsin. Oq yo'l tilayman o'g'il qizlarima. Omad kelgusi o'qishlaringizda. Quvonchim bu dunyoda, ishonchim bu dunyoda, sababkorim tanda jonim, onajonim, otajonim. Tayanchim bu dunyoda, suyanchim bu dunyoda, sizlari bor yo'q armonim, onajonim, otajonim. Meni bu dunyodagi baxtim otamu onam yaratgandan inom taxtim, nurli peshonam. Meni bu dunyodagi baxtim otamu onam yaratgandan inom taxtim, fayzli qo'shonam. Bir lahza tinmadingiz meni deb, charchoqni bilmadingiz meni deb, daryodek qalbingiz men uchun tog'larga teng mehringiz men uchun. Siz bilan mangu obodman, mehribon onam, siz bilan mag'rurman, shodman, har qachon odam. Meni bu dunyodagi baxtim otam onam yaratgandan inom taxtim, nurli peshonam. Meni bu dunyodagi baxtim otam onam yaratgandan inom taxtim, nurli peshonam. Meni bu dunyodagi baxtim otam.
Qadrli mehmonlar, aziz o'qituvchilar, mana bugungi tadbirimiz ham o'z poyoniga yetib bormoqda. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Doimo sog'lik, salomatlikda ko'rishish nasib qilsin deya bugungi bayramimizni yakunlaymiz. Ketib qolmaymiz. Davramizga taklif qilamiz barchani. Birigiga beramiz, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli ota-onalar, aziz farzandlarim, nabiralarim. Mana bugun boshlang'ich sinfni bitirib, yuqori sinfga qadam qo'yayotgan ekansizlar. Sizlarni mana shu muborak kun bilan tabriklayman. Keyingi o'qishlaringizga omad tilayman. Allohim sizlarni o'z panohida asrasin. Endi o'qituvchingiz sizdan ko'p narsani talab qilmaydi. Ertaga kattayasiz, yangi hayotga qadam qo'yasiz. O'sha paytda ham assalomu alaykum ustoz desangiz, ustozingiz ko'klarga ko'tariladi, qanot bog'lab uchadi. Endi bir narsani hech qachon unutmang. Mana shu boshlang'ich sinf o'qituvchilari sizni mana shu murg'ak qalbingizga ezgulik, mehr, muhabbat, vatanga, ota-onaga sadoqat urug'larini sochadilar. Mana bugun biz ko'rdik. Mana shu urug'lar nish urib ko'kka bo'y cho'zyatir. Mana shu urug'lar katta bir navnihol bo'lib, yangi O'zbekistonimizga xizmat qilishini Allohdan tilab qolaman. Men sizlarga ishonaman. O'zbekistonning kelajagi sizlarning qo'lingizda. Siz albatta bizdan keyingi O'zbekistonni ravnaqiga hissa qo'shadigan yosh avlod bo'lasiz. Bunda ota-onalaringizga sihat salomatlik, uzoq umr, oilaviy baxt saodat tilayman. Hamisha parvozlaringiz baland bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, hurmatli ustozlar, hurmatli o'quvchilar. Hammangizni bugungi bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ana shu o'g'il qizlarimiz 11-sinfdan bitirib oliy o'qishga kirishini hammangizga tilayman. Ota-onalaringiz oldida hamisha sog' va salomat bo'lgaysizlar hammalaringiz. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, hurmatli bitiruvchi yosh bolalarimiz, qizlarimiz. Kechagina maktabga qo'ldan yetaklab kelgan farzandlarimiz bugun yana 4-sinfni bitirmoqda. Avvalambor Xurshida senga rahmat. Shu bolalarimizni o'qitib, bilmaganlarni o'rgatding. Hamma ota-onalarni bayrami bilan tabriklaymiz. Shu bolalarimiz oliy o'quv yurtlariga kirganda ham 11-klassni bitirganlarni ham hamma shu yerda bo'lib, hammamizga shularni quvonchli kunlarini ko'rish nasib etsin. Mana hurmatli ota-onalar, hozir mana farzandlaringizning mana shu xayr birinchi ustozim tadbirni tomosha qildingizlar. Shu kelganlaringiz uchun hammangizga rahmat. Shu hamisha shu farzandlarimiz shu ota-onasiga, xalqiga rahmat keltiradigan farzandlar bo'lib yetishsin. Mana bugun sinf rahbari Mo'minova Xurshida mana shu o'quvchilarni bir esdalik sovg'a sifatida bitirib guvohnomasi tayyorlagan. Hozir shularni topshirishga ijozat berasiz. Sheribboyeva Shodiya 4-sinf boshlang'ich ta'lim dasturini muvaffaqiyatli tamomlagani uchun
mana shunday guvohnoma beriladi. Tabriklayman qizim. Zaripboyev Umidbek. Umidbek. Zaripboyeva Ozodaxon qizimizni tabriklaymiz. Mana 4-sinfni yaxshi baholarga tamomlagani uchun. Zaripov Javohirjon. Xudoybergenova Shahzoda qizimizni tabriklaymiz. Xudoybergenova Shahnoza qizimiz tabriklaymiz. Baxtli qiz bo'lgan. Qalbayev Sardorbek. Sabirov Javohir. Keling tez. Javohir balam tabriklayman. Rustamova E'zoza qizimizni tabriklaymiz. Rustambek Jo'rabek. Rahmanova Ruxshona qizimizni tabriklaymiz. Rajabboyeva E'zozxon qizim tabriklayman. Palvonova Rayhona qizimizni tabriklayman. Achilov Sarvarbek. Nurullayeva Maftuna qizimizni tabriklaymiz. Muratboyeva Jasmina. Manbatyorov Izzatbek o'g'limizni tabriklayman. Umring uzoq bo'lsin, baxtli yigit bo'lgin. Quronboyeva Shahina qizimizni tabriklayman. Kamoljonov Muhammadali. Berdimuratov Asilbek. Berdiboyeva Mahliya qizimizni tabriklaymiz. Tabriklayman. Achilov Mashhurbek. Ahmadjonov Mahkambek. Ataxonova Munisa. Ataxonova Guljaxon qizimizni tabriklaymiz. Atabekov Rinat. Aminboyeva Dilnoza. Dilnavoz. Allabergenov Hikmatullo. Abdurahmonov Atabek. Yana bir marta hammangizni shu yaxshi a'lo baholarga o'qiganlaringiz uchun tabriklayman. Bundan keyingi o'qishlaringizda omad tilab qolaman. Ota-onalar katta rahmat hammangizga. Endi
ota-onalar bir davra o'yin. Sana bende buluttur, husn olamında beri. Özün saldın kalbime, girme gözümden nari. Kimni sever yar sen sullamayı beri. Bana bir baba, bana bir baba, bana bir baba, bana bir baba. Gönlüm buldu bir kara, seni görüp melek. Aklını beyan eyle, gitme yolunda helak. Kadın geldin yanıma, bir gün özünden derek. Ben beyledim nazına, kıyımdan çıktı yürek. Kimni sever yar sen söylemeyi beri. Bana bir baba, bana bir baba, bana bir baba, bana bir baba. Kuşkut eyledin teşne kılıp kanıma. Ya istem köylü bey azap verip canıma. Yağmur ve bir şahit remeyle ahvalıma. Raflar tavusmaydı kadam basıp yanıma. Kimni sever yar sen söylemeyi beri. Bana bir baba, bana bir baba, bana bir baba, bana bir baba. Tavlar başımda apak apak kan varken, yüzündeki kıpkızıl alma kendine ararken. Çıkar be haybet, kakillerin varken. Yüzündeki düğmeli cüp kuşağını ararken. Kimni sever yar sen söylemeyi beri. Bana bir baba, 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 bana bir Ota-onalarimiz ketib qolmang turamiz. Qaysi feleği burcunun bir püren varsa, haysi sada burcunun mevher şah varsa, haysi hütün ağusin napayı tatarsa, haysi çemen zarın yanına yığınlarsa. Söyle bana iyi senem, kimni sever yar sen? Ala yüz, hey kara yüz, hey ala yüz, hey. Sonunda 14 günlük ay. Çeyirmeni ataman, kaçıp alıp tur oyna.
ataman. Ağlaman desen 1 milyona sataman. Oyna oyna çevirmeni ataman. Ey zor oynasan arzarraka sataman. Sücü canı kıynamasan isabmez. Çenek olup oynamasan isabmez. Sücü canı kıynamasan isabmez. Çenek olup oynamasan isabmez. Elekte su katına gandini kısanıp, elekte su katına gandini kısanıp, uçup konup yayıramazsan isabmez. Derler pişip oynamasan isabmez. Oyna oyna çevirmeni ataman. Ağlaman desen 1 milyona sataman. Oyna oyna çevirmeni ataman. Ey zor oynasan arza rakam sataman. Gözüm düştü göynekte serinize. Diş gittim boştaki perinize. Gözüm düştü göynekte serinize. Diş gittim boştaki perinize. Apa bir havardan bulun oynamadım. Apa bir havardan bulun oynamadım. Yep değmesin ay dingana şeninize. Yep değmesin ay dingana şeninize. Oyna oyna çevirmeni ataman. Ağlaman desen 1 milyona sataman. Oyna oyna çevirmeni ataman. Ey zor oynasan arza rakam sataman. Oyna oyna çevirmeni ataman. Ağlaman desen 1 milyona sataman. Aha oyna oyna çevirmeni ataman. Ey zor oynasan arza rakam sataman. Sen halasan sana savga temen. Ala ala kay yine sana çevirme. Gül alacak, salça salacak, büyüme baracak. Şu gitarist kalminizmden köylüme alacak. Gül alacak, salça salacak, büyüme baracak. Şu gitarist kalminizmden köylüme alacak. Ben sana yok 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 demeyemem. Aşkma bırak. Göremen oyla. Göremen oyla. Ben sana yok 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 demeyemem. Aşkma bırak. Göremen oyla. Göremen oyla. Pul tapacak, maşin alacak, keyin çay salacak. Şu gitarist kalminizmden köylüme alacak. Pul tapacak, maşin alacak, keyin çay salacak. Şu